Ta'sirchan insonlar, homilador ayollar va ruhiyati beqaror shaxslarga ko'rish tavsiya etilmaydi. 21 yoshdan oshgan tomoshabinlar uchun. Barcha voqealar va qahramonlar to'qima. Real inson yoki voqealar bilan har qanday o'xshashlik tasodifdir. Ko'zingni yum. Ochma. Och deganda ochasan, xo'pmi? Ochmayman. Tancho. Sen menga to abadga umr yo'ldosh bo'lishga rozimisan? Tancho, bilasanmi? Hayotimdagi eng go'zal on bu seni uchrashtirgan lahza. Tentak. Sen to'laysanmi, men to'laymanmi? Kim to'laydi buni? Foizini nima qilasan, a? Mabodo shu kreditni olgandan keyin baxtli bo'lmay ajrashib ketib ko'rlaring-chi, dabdalingni chiqaraman. O'sha jodugaring qo'limga tushsin hali, tug'ilganiga pushaymon qilaman, hali ko'radi. Oy. Mana. Hozir. Qancha miqdorda kerak? 15 million. O'g'lim uylanmoqchi bo'lyapti. To'yga 15 million ko'p emasmi? Muhabbat bor joyda pul muhim emas. Endi mana shu kreditni o'zing yopasan, tushundingmi? Rahmat.
Bor choy qo'ygin. Jonim, tur. Uyg'onsang-chi. Qo'ysang-chi, qoch. Jonim, yangi kun, yangi imkondir. Erta turgan yigitni rizqi ortiq. Erta turgan ayolni bir ishi ortiq. Zo'r kayfiyatimni rasvo qilding. Jonim, turdim, bo'ldi. Bo'ldi. Endi bor yo'qol. Turdim. Tura qol endi, hali yuvinishim kerak. Yangi kun, yangi imkondir. Suv yo'qligi uchun ham rahmat. Shunday xotinim borligi uchun ham rahmat. Shunday xotinim borligiga yana rahmat. Hoy! Bo'pti jonim, xayr. Mayli. Xo'sh. Voy jonim, bo'pib qo'ymaysanmi? Bo'ldi, kech qolyapman o'zi. Oyimga qo'ng'iroq qilib qo'y, iltimos. Qilaman, bo'laver. Jonim, steykmi nimadir avol? Pulimiz ko'payib, hamyonimiz to'lib toshib, qarzlardan qutulib boshqa kredit olmaylik. Amin. Ha. Ijaraga berasanmi? Berasan. Krediting bormi? Bor. Ro'zg'orga ketadi. Bu yoqqa, bu yoqqa xarajat. Og'a, mana, o'zingiz qarang. Qozog'istonda bitta odamning oyligi o'rtacha 500 ming ekan. Ishonasizmi siz shunga? Men boy odamga o'xshaymanmi? Sen meni tanimading-ku, to'g'rimi? Mana, demak boy odamman. Ha, bo'pti. Go'shakni ko'tarsang-chi, qayerda yuribsan? Qarzni qachon qaytarasan? Qidiraverib charchadik-ku seni. Shunaqa qilaversang, uyingga boraman. Boshqacha gaplashamiz, tushundingmi? Og'a, yana aytaman. Men unaqa ma'lumotnoma bermayman. Men faqat tahlilga javob beraman. Ey uka, menga hech qanaqa jinsiy kasallik yo'q degan ma'lumotnomani nimadir yozib ber. Og'a, men venerolog emasman. Voy, seni raqamingni berishdi-ku menga. Xohlagan ma'lumotnomangni yasab bera oladi deb. Qancha berish kerak, shundan gapir. Ana. Boshidan shunaqa qilsang bo'lardi-yu. Sen nima, hokimiyatga borasanmi yoki olimpiadada o'ynaysanmi? Qiziq odam ekansiz-ku. Biz boshqa odammiz. Bu sportchilar maqsad qo'yadi, unga yetish kerak bo'ladi. Hoppa. Aka, nima qilyapsiz? Mijoz chiqib qoldi, olib ketaylik. Bo'lmaydi, aka. O'zim olib beraman, xo'pmi? Qayoqqa aka? Abay Furmanov chorrahasiga. Og'ayni, men senga boshqa mijoz olma dedim-ku. Nima farqi bor? 10 daqiqalik ish-ku. Gap 10 daqiqada emas. Men yonimda kimdir o'tirishini xohlamayman. Uzr endi aka. Mijoz. Meni olib borib qo'y, keyin o'zing bilasan qancha odam tashiysan. Qanaqa ishlaysan.
Qanaqa ishlarkanman? O'zim bilaman ishlashni. O'rgatma menga. Bo'pti, og'ayni yo'lga qara. Nima deganing yo'lga qara. O'zim bilaman dedim-ku senga. Yoqmasa tushib qolib piyoda bor kerak bo'lsa. Men senga mijozman-u, meni olib borib tasha, gapni ko'paytirma bo'ldi. O'zim bilaman nima qilishni. Bo'pti, og'ayni yo'lingga qara. Sen mabodo ko'p gapirmayapsanmi? Qo'y dedim, og'ayni yo'lingga qaragin. Yo'lingga qaray qol, og'ayni. Jinursan. Seni toming joydami? Yo'lingga qara dedim. Voy, og'ayni, keyin olasan. Terimni kuydirding. Sochiq beringlar. Iltimos, yo'lingga qara, og'ayni. Yomon kuydi. Iltimos, o'zingizni bosing. Keltirilgan zararni qoplaymiz. Voy, qara. Qara. San Shulpan. Yo'qo! Jinursan. Ey Xudo. Yaramas. Senga aytdim-ku, ko'zingga qarab yur deb. Voy la'nati. Sen aniq haydalding. Yo'qol! Voy, qutqaringlar. Bu g'alatiroq odam ekan. Sal qolsa meni o'ldirardi. Qutqaringlar. Qutqaringlar. Kechir. Og'ayni, kechir meni. Kechir meni, og'ayni. Kechir. Kechir meni. Og'ayni, kechir meni. Kechir meni. Ma, ol. Pulni ol, og'ayni, ol. Pulni ol, og'ayni. Og'ayni, men yetimman. Ko'zim ko'rmaydi meni. Payqamay qoldim. O'zing ko'rding-ku. Garillani to'kib yubordim. Kechir, og'ayni. Men yetimman. Kechir, iltimos meni, og'ayni. Og'ayni, kechir. Kechiringlar meni. Kechir. Kechir, og'ayni, iltimos. Iltimos. Og'ayni, meni kechir. Kechir, og'ayni. Kechir meni. Kechirdim, kechirdim. Kechir. Kechiringlar. Kechiringlar meni. Kechiringlar. 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 Hoy qiz, eshikni oching. Testni pulini kim to'laydi? Avval to'lab, keyin ishlat. Bu qizni tomi joydami o'zi? Kimdirlar bilan yotishni biladi, testga pul to'lashni bilmaydi. Hoy, kalitni olib kel. Mana u qiz eshikni ochmayapti. Hoy, alo, hoy, och eshikni dedim. Tirikmisan? Hoy qiz, hozir politsiya chaqiraman. Qo'riqchi. Qo'riqchi. Och eshikni. Hoy. Bu chekib olganmi? Kasal ekan-ku. Kasal. Қайырымдылық қорының ақшасына элиталық мүліктен премиум көлік. Қайырымдылық қорының негізін қалаушылар белгісіз мөлшердегі қаржыны заңсыз иеленді деген күдік келінді. Барлығын рет-ретімен айтып өтейік. Сіздермен бірге Рабиға Дүйсенқұлова. Қаржы мониторинг агенттігі қоғамдық қайырымдылық қорына қатысты тергеу жүргізіп жатыр. Агенттік деректеріне сәйкес, апаттан зардап шеккен азаматтарға көмек ретінде жиналған қаражаттың бір бөлігі белгісіз адамдардың қалтасына кеткен болуы мүмкін. Тергеу мәліметінше, қайырымдылыққа жиналған қаржының елеулі үлесі сән-салтанат бұйымдарын, элиталық жылжымайтын Jonim. премиум санаттағы автокөліктерді сатып алуға жұмсалғаны анықталуда. Қазіргі таңда тергеу жалғасуда. Sen yaqinda Өкілдері жиналған қаражаттың нақты қай бағытта жұмсалғанын анықтап, Kim? Aza, Asilmedia och eshikni. net taqdim etadi. Jonim. Men uyda yo'q deb ayt. Damir, esing joydami? Nima bo'ldi? Ering qani? Hech bo'lmasa nega? Ering qani dedim. Tinchlikmi? Damir, nima qilyapsan? Azani qarzlarini qaytarib olyapman. Damir. Nima qilyapsan? Sen uyda ekansan-ku. Qo'y joyiga televizorni. Olib kel. Olib kel dedim senga. Iflos qarzni qachon qaytarasan? Ber dedim televizorni. Voy, billah. Yaramas.
Menga qara. Bu nima qilganing? Qo'lingni ol. To'xtab turgin-ey. Nima qilishim kerak? Aytchi. To'xta. Qarzni qachon qaytarasan? Qaytaraman. Boshingni yoraymi yoki? Qo'lingdan keladimi? Keladi. Jonim, bo'ldi qilinglar. Qochib turgin, iltimos. Boshimni yoradigan. Nima qilyapsan? Voy, yaramas. Sen umuman aralashma. Voy, xotinimga tegma. Asa. Nima bo'lgan senga og'ayni? O'zingga kel. Erkak bo'l endi. Qachongacha bunaqa yurasan? Bo'pti. Bir hafta muhlat. Pulni top. Tancho. Kechir, Tancho. Xafa bo'lma. Jinursan. Jonim, qayering. Mana buni qo'y. Qoch. Ketib qoldingmi? Ketib qoldingmi? Damir! Tamaki bormi? Jinursan. Pulim qani? Bormi puling? Hurmatli qarindoshlar, yangilikni eshitdingizmi? Firibgarlar rosa ko'payib ketibdi. Ehtiyot bo'linglar. Bo'pti. Xola. Bitta tamaki bering. Nima, soxta pul bermoqchimisan? Bor yo'qol. Xola. Pulim yo'q. Bir dona tamaki bering. Oyog'ing bormi? Bor. Qo'ling bormi? Bor. Mana. Bularda shular ham yo'q. Piyonista. Bor yo'qolgin. Bir dona tamaki. Bir dona tamaki. Bir dona tamaki deyapman. Ay, tahdid qilyapsanmi? Yevro bermoqchimisan deyman. Sendaqalarni ko'pini ko'rganman. Voy xudo. Voy, jinnimi bu? Voy, opchi. Voy. To'xta itni bolasi. Bu xayriya pullari. To'xta. Azamat. Tansholpan, ochinglar eshikni. Hoy, to'xta dedim sen bolaga. Oyi, Kel bu yoqqa. Oyi. Nega telefoning o'chiq? Oyi. Kreditni o'zing to'laysan degandim-ku. ko'zingizni bosing, oyi. Seni kasofatingga meni hisobimdan pul yechyapti. Oyi, to'layman dedim-ku sizga. Ana bu xotining ham eshik ochmaydi. Oyi. Nima qilib yuribsanlar? Oyi. Ha, nimalar qildinglar? Oyi. Mana buni qayerda olding? Oyi. Yana o'g'irladingmi? Saraton kasallarga xayriyat qutisi bu. Saraton kasallarga xayriyat qutisi deyapman. Saratonmisan? Oyi, hozir emas. Shuning uchun yuzing qonga botganmi? Oyi, xullas Tancho ikkovimizni muammoyimiz. Sanchodami muammo? Ha, Tanchoda. Jonim. Tancho. Oyi. Hech kimga aytmang, xo'pmi? Yordamlashaman. Men yordamlashaman. Xullas, qadrli qarindoshlar. Hammamiz bu vaziyatni og'irligini bilib turibmiz. Qizimizga qo'ldan kelgancha yordamlashaylik. Oy, Aza. Shunda qancha yig'ish kerak? Ha, Serikboy qo'ysangchi. Qarindoshing emasmi? Shartta pulni chiqar. Gapni bo'lmay tursan-chi. O'zing bo'lma gapni. Menga qara, oylik tushgandan keyin bersam bo'ladimi? Sen jim o'tir. Oldin meni qarzimni qaytar undan ko'ra. O'zing pulimni qachon qaytarasan? 1 yil bo'ldi.
Nima bo'ldi senga? Senga nima bo'ldi? Beramiz-da, beramiz. Qachon berasan? Sen berguncha pulni qadri ham yo'qoldi. Olasan o'sha pulingni. Hoy, jamg'armoqchilik. Hozir hamma shunaqa qilyapti. Bizni xalqimiz saxiy, yordamlashadi. Pulni shunday qilib yig'masak, yig'olmaymiz. Yaxshi fikr. Tancho. Suv yo'qmi? Choy qo'yaymi deyotgandim. Voy xudo, suvlari ham yo'q. Sharmanda. Go'zalliging uchun. O'chir ovozingni. Voy, nima bo'ldi? Voy. Esing joydami? Bu nima qilganing? Jim, Nega meni saraton deb aytasan? Seni kallang ishlaydimi? Qarindoshlaring hammasi meni kasal deb o'ylaydi. bo'ldi Jim. Endi ularni ko'zlariga qanday qarayman? Bo'ldi deyapman. Nega o'ylab ish qilmaysan, Azam? Jonim kechir. Nega? Nega meni kasal deb aytasan? Nimaga meni kasal deysan? Birato'la o'lib qoldi demabsan-da. Boshqa gap topilmadimi? Jonim dovdirab qoldim-da. Ko'rib turibsan-ku, hamma tomondan bosim o'tkazishdi. Unda nega o'zingni kasal demading? Jonim, meni kechir. Sen erkakmassan, Azam. Jonim, bo'ldi qil. Qani yura qol. Yur. Sen erkakmassan. Jonim, bo'ldi. Erkakmassan. Ha, erkak emasman. Shumida hamma gaping? Shumi? Men o'zimni boqolmayman. Seni ham boqolmayman. Ertaga bolali bo'lsak, uni ham boqolmayman. Shuni aytmoqchi bo'layotganmiding? Qo'yarsan-ku, har tomondan bosim o'tkazishyapti. Undan qarz, bundan qarz. Hattoki o'z tuqqan onamdan ham qochib yuribman. Ko'rib turibsan-ku. Erkak emassanmish. Ha, erkak emasman men. Hech nimani hal qila olmayman, Tancho. Hech narsa qo'limdan kelmaydi. Hech narsa. Bo'ldi. Meni kechir, Tancho. Men chiqib hammasini aytaman. Yig'lama, bo'ldi. Ko'z yoshingni art. Nega unaqa deysan? Quloq solinglar. Yig'ib bersak, qarindoshga yig'ib beramizda. Hurmatli qarindoshlar, Gapingni qara. kelganingizga, yig'ilganingizga katta rahmat. Yordamingiz uchun rahmat. Endi hayotda hamma narsa bo'lar ekanda. Men sizlarga yolg'on gapirdim. Nima deydi? Eshitmadim. Nima dedi? Tanchoda uchinchi bosqichdagi saraton emas. Voy, unda nima? Nima demoqchi bo'lyapti? Tancho 4-bosqich. Nima dedi hozir? Nega yashirdingiz? Nimaga? Bunaqa kasallikni bizda davolamaydi. Nima dedi u? Faqat chet elga chiqish kerak. Qarzlardan qutulamiz, shu bilan bo'ldi. Unda qanchadan yig'amiz? Suv beringlar, suv. Yomon bo'pti-ku, a? Juda yomon bo'pti. Aytinglar, qanchadan yig'amiz? Kim u? Yelena Viktorovna, salom. Biz Yurakdan birgamiz ko'ngillilar uyushmasidanmiz. Sizga fond nomidan sovg'a olib keldik. Shuni topshirmoqchi edik. Ha, sovg'amiz bor. Salom, Yelena Viktorovna. Salom. Ahvolingiz yaxshimi? Hammasi joyidami? Hammasi yaxshi. Sizni yoningizga keldik. Kelinglar, sovg'ani oching. Foto hisobot topshirishimiz kerak.
Nabirangiz tuzalib oyoqqa turib ketsin. Rahmat bolajonlarim. Hozir o'zini yaxshi his qilyaptimi? Yaxshi, yomon emas. Hamma narsa yetarlimi? Yordam kerak emasmi? Jannat, tezroq yiqit. Buva, sizga nima bo'ldi? Yiqitaymi? Hozir. Buni qara. Qara, bechoraga ovqat ham berishmabdi. Jamg'arma ochish uchun reja kerak. Reja. Jonim, umumiy qancha qarzimiz bor? 26 million 30 ming. 27 million. Birinchi nima ish qilamiz? O'rganib chiqishimiz kerak. Kasallarni o'rganish kerak. Nima qiladi? Nima yeydi? Qanday dam oladi? Qanday yuradi? Qayerlarda yuradi? To'g'rimi? Ikkinchisi tahlil natijasi. Aytgancha Damir bor. Bunisi tayyor. Damirning yoniga boramiz, qanday kasalligini bilamiz, qon topshiramiz, tahlil qildiramiz, bugun hujjatlarni tayyorlab olamiz. Oyozi, yana qanaqa jamg'arma? Ol mana buningni. Odam emas ekansan u. Xudodan qo'rq hech bo'lmasa. Iltimos, Xudoni sen qo'shmagin, Damir. Qarzlardan qutulishim kerak. Ket dedim, yozmayman. Ket bor. Yozib bergin. Uchinchisi video. Blogerlarni qidiramiz. O'rganamiz, qanday murojaat qilyapti, qanday gapiryapti. Hoy, yozib bera qol. Ag'za ket dedim. To'rtinchisi aravacha. Hozir yozmayman men. Yozmaysanmi? Yozmayman. Darrov aytmaysanmi, yozmayman deb. Do'stim bor deb keluvdim o'zimcha. 1 million beraman deyman hozir, mingtasi yugurib keladi. Ey. Berchi. Qisqasi 3 million. Oldingi 200 mingni ham qaytarasan. Orqang ochilib qolsa, menga kelmaysan. Kelishdingmi? Buni qara. Makiyajni ham o'ldirding. Oh. Ana o'sha uchun xafa bo'lib yurma yana. Eng asosiysi sochni olish kerak.
Tez bo'ladi. Ozgina chida. Mana shunday. Og'ridimi? Ozgina. Sen men uchun dunyodagi eng go'zal qizsan. Assalomu alaykum, hurmatli qozoq xalqi. Assalomu alaykum, hurmatli qozoq xalqi. Assalomu alaykum, hurmatli qozoq xalqi. Mening ismim Azamat. Bu meni suyukli ayolim Tansholpan. Biz maqsadi va umidi katta yosh oilamiz. Biroq bizni boshimizga taqdirning og'riqli sinovi tushdi. Zarbasi tushdi. Bu sinovning nomi 4-bosqichdagi saraton. Yordam qo'lini cho'zgan hammaga katta rahmat. Tashakkur. Ammo men o'zimni alohida rahmatimni ayolim Tanchoga aytaman. Sababi u menga tuzalib ketaman deb va'da berdi. Men ishonaman, u tuzaladi. Ammo uni davolatish uchun mablag' yetishmayapti. Shuning uchun qadrli qozoq xalqi, o'tinaman, Alloh roziligi uchun yordam beringlar.
bizniyam boshqa yosh oilalar kabi baxtli umr kechirgimiz keladi. Yordamingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli qozoq xalqi. Mening ismim Azamat. Bu mening suyukli ayolim Tansholpan. Biz maqsadi va umidi katta yosh oilamiz. Biroq bizni boshimizga yo bismillah taqdirning og'ir zarbasi tushdi. Asilmedia.net eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Kasallar. Siz meni bobomga o'xsharkansiz. Kimsizlar? Kimsiz o'zi? Nima kerak sizlarga? Bu meni shunaqa urardi. Davlat. Xotiningni og'zini yop. Yordam beringlar. Yordam beringlar. Xudodan qo'rqmaysanlarmi? Xola. Xudo yo'q. Pul qani? Qara, yaxshilab. Tancho! Pul tushyapti. Pul tushyapti, Tancho. Pul tushyapti. Hurmatli do'stlar, Azamat va Sholpanni fleshmobini davom ettirmoqchiman. Bugun Qozog'istonda o'zlarini chuqur dardlari bilan tanilgan Azamat va Tansholpan xalqni mehrini qozondi. Do'stlar, menimcha hammangiz boshiga dard tushgan yosh oila Azamat va Tansholpanning qissasini eshitdingiz. Bunga qarashim juda ham og'ir. Shuning uchun birlashib ularga ko'maklashishni so'rayman. Tansholpan, tuzalib ket. Tansholpan, biz sen bilan birgamiz. Bardam bo'linglar. Tancho, biz sen bilan birgamiz. Yoshlar yashaydigan uy ziyoratxonaga o'xshab ketdi. Odamlar ularga xat yozib, o'yinchoqlar va sovg'alar olib kelishyapti. Tansholpan jonim, biz sen bilan birgamiz. Tancho, biz sen bilan birgamiz. Sen bu kasallikni yengasan. Sen kuchlisan. Tansholpan, biz sen bilan birgamiz. Biz hozir Azamat va Tansholpanning xonadonini oldida turibmiz. Mana bu chiroyli suratlar, sovg'alar, bundagi samimiyatga qarab, bu muhabbat hikoyasi barcha qozog'istonliklarni birlashtirdimi deb o'ylab qolasan. Bu yerda turadigan odamlarni taniysiz, shundaymi? Yaxshi odamlar. Aha. Biz har kuni ko'rishamiz, salomlashib turamiz. Hoy, Murat, kirga. Nega odamlarni chalg'ityapsan? Hozir. Meni televizorda ko'rsatishyapti. Bor ichkariga.
Men Damir bilan gaplashib chiqay. O'tirib tur. Bu yoqqa kelmoqchimisiz? Sen o'tirib tur. Men hozir kelaman, xo'pmi? Siz tanchosiz, a? Ha. Sizni tahlilingiz xuddi menikidek ekan. Sizlarni videoyingizni ko'rganda to'lqinlanib ketaman. Katta bo'lsam, sizdek bo'lgim keladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen hali tuzalib ketasan. Asosiysi umidingni so'ndirma. Xo'pmi? Rasmga tushmoqchi ekanmi? Bu Diana. Ha. Diana bilan tahlil natijalarimiz bir xil ekan. Diana. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ahvoling qalay qizim? Yaxshimisan? Men yoningdaman jonim. Kechangiz yaxshi o'tsin. Jonim. Bugun ikkovimiz uchun juda muhim kun. Bugundan e'tiboran ikkimiz yangi hayot boshlaymiz. Mana bu bizning hayotimizdagi eng oxirgi kredit. Bas. Yopildi. Sen uchun. Qarsiz umrni ta'mi juda yaxshi, ha? Jonim, meni ham senga
Anchadan beri tayyorlab yurgan sovg'am bor. Ko'zingni yum. Mayli. Och. Ocha qol. Tancho. Jonim meni. Azamat. Bu bizni umid fondimiz. Juda ko'p dard chekkanlarga ko'maklashgan. Endi shu fond sizlarga ham yordam berishni reja qilyapti. Rahmat. Aytgancha, Muxtor Xayrgeldinovich Qozog'istondagi eng yaxshi onkologlardan biri. Ularni qamoqqa tiqish kerak. Kimni? Yuqoridagilarni aytaman. Ha, Ha, Sababi singlimizga yordam beradigan sharoitimiz ham, mutaxassisimiz ham yo'q. to'g'ri aytasiz. Biz ham anchadan beri izlaymiz. Operatsiyani qayerda qilmoqchisizlar? O'ylaganimiz yo'q hali. O'ylanadigan nima bor? Koreya, Ha, Koreya. Isroil, Germaniya. Koreya. Koreya rostdan yaxshi tanlov. Nima ham derdik? Pul yig'ilsa bo'lgani. ha. Azamat. Bizni fond uchun bu summa unchalik ham katta pul emas. Bizni asosiysi xalq qo'llaydi. Xalqimiz saxiy. Auksion tashkillashtiramiz. Keyin esa sizlarga kerakli pulni chiqarib beramiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Kelishdik. Qancha yig'ib bermoqchisizlar? 250 million emasmi? Kechir meni jonim. Shu kechaga bormasak nima bo'ladi? Men pulga uchib rozi bo'lib qo'ydim-ku, Tancho. Rozi bo'lib qo'ydim-ku, Tancho. Lekin shunday deyman. Voy, onangni magurlar.
Meni xotinim kasal emas, tuzalib ketdi deb aytaman. Menga pullaring kerak emas. Rahmat. deb aytaman. Xo'pmi? Hammaga salom. Bugun Tansholpan va Azamatni xayriya kechasiga yig'ildik. Mana, biz ham shu yerdamiz. Ha, bugun singlimiz oyoqqa turib ketishi uchun bag'ishlangan auksiondamiz. Hamma mashhurlar shu yerda. Ammo Tancho sog'ayib ketdi. Tancho sog'ayib ketdi. Biz sizni pulingizni qabul qila olmaymiz. Qalay? Bu gilamni boshlang'ich bahosi 20 million tenge. Cristiano Ronaldo futbolkasi. Boshlang'ich bahosi 18 million tenge. 24 million tenge, 50 million tenge, 5 million tenge. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Avvaliga oilamizda bunday holat yuz berayotganiga ishona olmadik. Rostdanmi? Nega biz? Hayotdagi maqsadlarimiz nima bo'ladi? Orzularing ushalmasa, bu qanday umr degan savollar kelaverdi. Ammo biz yengilmadik. Taslim bo'lmadik. Sababi meni yonimda kuchli inson bor. Uning ismi Tansholpan. Chunki har kuni uyg'onishimiz bilan u meni qo'limdan ushlab, "Jonim, biz yengamiz. Bu umr. Tuzalib ketamiz. Hali Qozog'istondagi eng baxtli yosh oila bo'lamiz" deb ishontirdi. Men esa ishondim. Bugun butun Qozog'iston ham ishondi. Shuning uchun sizga rahmat aytmoqchiman. Rahmat. Ammo Tansholpan sizlar yig'ib bergan 250 million tenge bilan xastalikni yengadi. Rahmat sizlarga. Jonim, och, gaplashib olaylik. Sen meni aldading, Aza. Hammasi tugadi-ku. Nima bo'ldi senga? Sen meni aldading, Aza. Sen meni aldading. Menga aldamayman deb aytganding, lekin meni aldading, Aza. Mana qara. Qara mana. Mana bu Koreyaga chipta.
Ikkovimizga Koreyaga chiqibdi. Sen qachongacha meni ahmoq deb bilasan? Men senga muammoni yechaman deb aytdim-ku, yechdim mana. Seningcha pulni bekordan-bekorga olibmanmi? Ikkovimizning kelajagimizni o'yladim. Seni ichingdagi bolani, uchovimizning kelajagimizni o'yladim. Tancho. Ilgari meni aldamasding. Hisobingizga 250 million tenge kelib tushdi. Hech kim yo'q, turaver. Yolg'on. To'xta degandimmi senga? Kim qilishi mumkin? Narsalarni yig'. Men senga to'xtataylik dedim. Kim qilishi mumkin? Endi hamma bilib qoladi. Azam, Kim qiladi? bizda to'xtashga imkon bor edi. Nega to'xtamadik? Nega meni gapimga ishonmaysan? Menga so'z berganding. To'xtaymiz deb so'z berganding menga. Aytdim-ku senga. Og'zingni yum, narsalarni yig', ketamiz. Tegma. Narsalarni yig', ketamiz dedim. Ketamiz dedim, Tancho. Bo'la qol. Politsiya. Politsiya bizni. Kim bu? Salom, biz Yurakdan birgamiz ko'ngillilar uyushmasidanmiz. Sizga fond nomidan sovg'a olib keldik. Shuni topshirmoqchimiz. Singlim, sovg'a uchun katta rahmat. Eshikni oldida qoldiraveringlar. Kechki payt o'zimiz chiqib olamiz. Ammo foto hisobot topshirishimiz kerak. Bo'lmasa ishdan haydab yuborishadi. Aytyapman-ku, eshikni tagida qoldirib ketinglar deb. Kechki payt chiqib o'zimiz olamiz. Rahmat. 5 daqiqa vaqtingizni olamiz xolos. Rasmga olamiz va ketamiz. O'tir. Esing joydami? O'tir. Hozir. Salom, ahvolingiz yaxshimi? Bu fonddan sizga sovg'a. Hayotda boshqacha ekansizlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanshoupan, salom. Eshigingizni tashqarisi kir bo'lib qopti. Kira qol. Yuvib bera olamiz. Ha, yo'q, rahmat. Ishimiz shu-ku axir. Ko'ngillilardanmiz. Fondimizdan sizga sovg'a olib keldik. Ushlab tur. Hozir sizni rasmga olamiz. Rasmga olish kerakmi? Olinglar-da uyni bo'shatinglar. Tez. Hozir. Daniyar? Daniyar,
Ha, men uyingiz chiroyli ekan. O'zingiz yashaysizmi? Buni nega so'rayapsan? U shunaqa qiziqqon. Bo'ling, olinglar tezroq, bo'ling. Turib ol. Xo'sh, rakursni olaman. Yaqinroq tursang-chi. Gulinglar. Tezroq ol, tezroq. 1, 2. Bunaqa tavakkal qila olmaymiz. Bu juda xavfli. Ularni butun Qozog'iston taniydi. Meni qiynalayotganimni ko'ryapsan-ku. Bizga pul kerak, tushunyapsanmi? Pul. Axir u kichkina pul emas. Shuni aytyapman-da, katta pul. Bir marta kirib chiqamiz bo'ldi. Anavi yoqda botir eding-ku. Nega endi xotinga o'xshab yig'layapsan? Bitta kukun uchun o'lasanmi? Nima bo'lgan senga? O'zing-ku meni o'tkazib qo'ygan. Endi men aybdormanmi? Albatta sen aybdorsan. Men sababchiman, men o'tkazib qo'ydim, ha? O'zing olib kel deb aytmadingmi menga? Ha, sen olib kelding. Har kuni olib kel deb yalinganing uchun olib kelgandim. Ko'p gapirma. Voy. Jonga tegdilaring. Men senlarga odamga o'xshab tushuntirdim. Qachongacha mayda-chuyda qilib yurasanlar. Bir kechani o'zida boyib ketsa bo'ladi. Eshityapsanmi? Bir kechada boyib ketishimiz mumkin. Tasavvur qil. Menga qara. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Bunday xavfga qo'ygim kelmaydi. Meni esa bu botqoqlikda yashagim kelmaydi. Hammasi joyiga tushadi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bu yerda hech nima yaxshi bo'lmaydi. Bu yerlardan ketamiz deb orzu qilardik-ku axir. Qayoqqa? Istagan joyga, xohlagan joyingga. Argentina, Tailand, istagan joyingga. Sen va men. O'ylaydigan narsa yo'q. Hammasi doimgidek. Asosiysi anavi yigitni qulatish. Keyin esa pulni mana bu hisobga yuborasiz. Qiyin joyi yo'q. Keyin xohlagan joyingizga uching. Biz rozimiz. To'xta. To'xta. Mana senga. Jinursan! Qo'yvor uni. Qo'yvor, bo'lmasa so'yaman, iflos. Jim tur. Yaxshimisan? Tancho. To'xta. Tancho. Jinursan, tuxumim. Qimirlama, la'nati. To'xtanglar. Biz sizga nima qildik? O'zingni ochma. Pul qani? Qanaqa pul? Pul qani dedim. Qanaqa pul? Pul qani? Pul qayerda? Pul qani, gapir. Jinursan, pul qani? Pul. Og'ayni. Xotinimni operatsiyasiga olib qo'ygan puli-ku. La'nati, qanaqa operatsiya? Mana yuribdi-ku. Iflos. Yuribdi-ku. Og'ayni. Daniyar.
Nima Daniyar? Pul qani azamat? Hisobingga tushgan pulni bilaman. Ko'p pul tushdi. Qani ular? La'nat firibgarlar. Kimni aldamoqchi bo'ldilaring? Qani pul? Pullar qayerdaligini ayt dedim. Jin ursin. Qani pullar? Jonim berib yubor o'sha pullarni. Qani pul? Hoppa. O, sen bilan gaplashish kerak ekan, o? Pullar qani? Gapir. Pullar qani? Gapir dedim. Telefonda. Telefon qayerda? Sumkada. Sumka qayerda? Bo'l dedim. Qani dedim. Sen o'tir joyingga. Qaytingdagi bu meni sumkam. Yig'layverma. Mana umi? Meni bankam. Qaltirama. O'tkazmalar. Qara. O'tkazmalar. Qara. Boshqa banklarga o'tkazmalar. Hisob. 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 Yoz. K3 2972 KS 1111. Jonim o'tkazma. Mana senga. Jinursin, yoz tezroq. 2398 7366 250 million o'tkazish. Bos tezroq. Ketmayapti. Tancho, Limitni olib tashla, ahmoq. Shunda yuborsa bo'ladi. Tancho, yuborma. Mushukcham. Jonim. Jonim. Jinursin. Qimirlama. Iflos. Tancho. Jonim. To'xta. Otga telefonni. Otga telefonni. Otga telefonni dedim. Bo'l. Jonim. Qimirlama. Jinursin. Hozir. Meni pulim. Meni pulim. Meni pulim. Meni pulim. Meni pulim. Meni pulim. Meni pulim.
Mushukcham. 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 Daniyar, kel gaplashib olaylik. Gaplashib olaylik. Men Danyar emasman, iflos. Tancho. Latta bilan suv ber. Tansholpan. Latta bilan suv olib kel.
Qarama. Qaniki. Tur, kiyinib ol. Dancho. Dancho, yordamlash var. Eshikni yopganmiding? Hakikat.
Damir. Ammo Tansholpan sizlar yig'ib bergan 250 million tenge bilan xastalikni yengadi. Rahmat. Aytgancha, anavi Diana degan qiz o'ldi. Tahlillarni chiqarish qiyin bo'ldi. Nima? Diana o'ldi deyapman. Joyi jannatda bo'lsin. Tahlil natijalarini chiqarish qiyin bo'ldi deyman. Tahlil deysanmi? Lekin sen xavotir olma. Sen uchun topib beraman. Kasal bor, yetadi. Faqat narx ozgina oshadi. Damir, tahlil endi kerak emas. Pulingni beraman. Shu bilan bo'ldi, rahmat. Sening ishing tugadi. To'xta. Bunaqasi ketmaydi. Aza, bu nima deganing? Men ham tavakkal qildim. Meni ham hissam bor bunda. Xullas, ulushimni berasan. Sen shunga ranjib yuribsanmi hali? Bo'ldi, ranjima. Ey, senga ranjima deyapman. Qo'ysang-chi. Kel 1 million. Bitta zarba bo'ladi. Qo'ysang-chi. 3 million. Ey, Aza, bo'ldi qil. 5 million. O'zingni bos. 7 million. Bo'pti, 10 million. Bo'pti. Bo'ladi. Bo'ldi. Cho'kkala. Ha? Cho'kkala. Sen meni kim deb o'ylayapsan? Cho'kkalamayman. Uy. Sen rostdan aytyapsanmi? 15 million. Damir. Sabla odam ekansan. Bo'ldi, ur. Ur dedim. Qani bo'l. Ey Damir. Men pul uchun do'stimga qo'l ko'tarmayman. Damir iflos. Shunchaki pulingni berishim kerak edi, Damir. Damir yaramas. Ablah. Qanaqa pul? Damir yaramas. Hazırlashyapsanmi? Qanaqa pul? Pul so'ragan. O'zini ulushini so'ragandi. Bermaganmiding? O'ldiraman men seni. Men seni o'ldiraman, Damir. Sen nega kulyapsan? Qanaqangi qabih odamsan, Aza. Nega kulyapsan deyapman men senga. Do'stlaring ham qabih. Tishlaring ham shunaqa. Yop og'zingni iflos. Voy, Tancho. Tancho dedim senga. Tancho. Pul uchun o'ladigan odam ekansan, Aza. Tancho, bo'ldi qil. Shunchalik darajaga bordingmi? Tancho, bo'ldi qil.
Pul uchun o'ladigan molsan sen. Tancho, bo'ldi qil deyapman senga. Pul uchun o'ladigan odamsan. Senga men ham, bolam ham kerak emasmiz. Tancho, Sendaqa moldan odam tug'ilmaydi, bilib qo'y. Tancho, Mol iflos. Tancho, Yaramas. Seni o'zim o'ldiraman. o'chir. Yop og'zingni dedim senga. Yop. Men senga yop og'zingni deb aytdim. Yop deb aytdim-ku. Yop dedim senga. Yop deb aytdim-ku, Tancho. Men senga yop deb aytdim-ku. Tancho, men senga yop deb aytdim. Men erkakman. Men hammasini hal qilaman. Hammasini hal qilaman. Yordam bering. Jonim, bo'ldi. Bo'ldi. Ket. Ket. Yaqinlashma. Bo'ldi, sekin. Kechir meni, kechir. Ovqatlanamiz, a? Yur. O'zim senga ovqat tayyorlab beraman. Jonim, ovqat pishirib bermaganimga ko'p bo'ldi, a? Hozir senga zo'r ovqat pishirib beraman. Xo'pmi? Qayerda eding? Nima? Qayerda eding? Ha, do'stimnikiga bordim, jonim. Meni ko'rib xursand bo'ldi.
Gaplashdik. U hammasini tushundi. Ey Damir. Juda botir ekansan, ha? Sen meni xotinimni qo'rqitding. Tanchoni qo'rqitding dedim. Keyin menga og'ayni prank edi bu deydi. Ey, qanaqa prank? Qanaqa prank, Damir? Keyin oyog'imga yiqilib, yig'lab kechirim so'radi. Qanaqasiga kechirmayman, aytchi? Qanaqasiga kechirmay? Shu shahardagi yolg'iz do'stim bo'lsa, kechirib pulini berdim. Hozir jonim, ovqat pishib qoldi. Jonim, men sen uchun hammasiga tayyorman. Ertaga tushgan pulni yechib, olislarga ketamiz. Bolajonimiz esa eng baxtli bola bo'ladi. Jonim, unaqa qarama menga. Bilasanmi, stress sen uchun juda ziyon. Hozir sen ovqatingni yeyaver. Soldaram жылжып барады жүрегім мәңгі. Өтер көкте, өтер күз, шын сүйгенмен екеуміз табыса алмай кетерміз. Арманымнан уайым кешті, үндей саған тілемес бақыт ешкім. Аяулым, сүйе алмас мендей ешкім. Арманымнан уайым кештім, мендей саған тілемес бақыт ешкім. Аяулым, сүйе алмас мендей ешкім. Jonim. Balandroq jonim, balandroq. Qani. Bo'ldi qil, azam, bo'ldi qil.
Bo'ldi qil. Bo'ldi qil. Media internet en so'nggi tarjima filmlari Bo'ldi qil. Bo'ldi qil. Bo'ldi qil. Qo'yvor Aza. Qo'yvor. Qo'yvor. Qo'yvor Aza. Qo'yvor. Tancho. Qo'yvor Aza. Qo'yvor. Aza qo'yvor. Bo'ldi qil. Tancho. Tancho. Men senga nima qildim? Men senga nima qildim, Tancho? Sen Nega mendan qochyapsan? Tancho, sen mendan o'zimdan tug'ilgan bolani olib qochib ketmoqchi bo'ldingmi? Tancho. Sen bir soniya bo'lsa ham o'yladingmi sen? Sen uchun nimalar qilganimni? Sen uchun nimalar qilganimni o'yladingmi deyapman. Sen meni qadrlamaysan. Qadrlamaysan sen meni. Tancho. Tur. Tancho. Tura qol. Suv ichasanmi? Suv. Yop og'zingni. Kim u? Men qo'shniman hozir. Nima bo'ldi? Voy. Qichqiriq eshitdim. Hammasi joyidami? Ha. Tanchoni kasali tutyapti. Shunga qiynalyapti. Tushunarli. Tushunaman. Tez yordam chaqirmadingmi? Yo'q. Hozir yaxshi bo'lib ketadi o'zi. Voy, Aza. Hov, Tashqariga chiqib pivo ichmaymizmi? yo'q qo'shni. Men Tanchoni tashlab keta olmayman. Mayli. Kerak bo'lsam agar 112 daman. Yaxshi, men ketdim. Tancho, tur. Ko'zingni och, Tancho.
Tancho, eshityapsanmi meni? Ha? Tancho. Tancho. Tancho, tur. Tancho, uyg'on. Tancho. Tancho, men azaman. Tancho, men azaman. Tur, uyg'on. Tancho, eshityapsanmi meni? Tancho. 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 Tancho, eshityapsanmi? Tancho. Tancho. Tancho, uyg'on dedim. Tancho. Tancho, uyg'on. Tancho. Tancho, uyg'on dedim. Tancho. Tancho, meni. Tancho. Tancho, meni bolam bor edi. Tancho. 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 Men hal qilaman. Hal qilaman. Men hammasini hal qilaman. Hammasini hal qilaman, Tancho. Hammasini hal qilaman. Hal qilaman. Hammasini hal qilaman.
Yaxshimisiz? Salom. Siz Azamat bilan Tansholpanmisiz? Ha. Yaxshimisiz, Tansholpan? Biz pul yetishimiz kerak edi. Kerakli pulni yig'ib olganingiz bilan tabriklayman. Tansholpan, juft tanlashda omadingiz kelgan ekan. Boshqa erkak bo'lganida qochardi. Ko'rib turibmiz-ku. Azamat esa barakalla, zo'r erkak ekan. Yaxshi qiz, tezroq pulni yechib bering, ko'p gapirmay. Eng so'nggi tarjima filmlarini ingliz tilida ko'rmoqchimisiz? Unda hoziroq yangi TV ilovasini Google Play yoki App Store'dan yuklab oling. Tancho. Bo'ldi. Biz uddaladik. Biz hammasini uddaladik, Tancho. Tancho. Yangi kun, yangi imkondir. Alvido jonim. Hey. To'xta, hey, ana uni to'xtatinglar. O'g'ri. Xalqni pulini to'nagan. Ushlanglar uni. Ushlanglar. O'g'ri. O'g'ri u. Yaramas. Ahmoq. Do'pposlanglar. Ushla. To'xta. Ablah. Ushlang uni. Qayoqqa ketmoqchisan, ha? Qochib ketmoqchi. To'xta dedim. Bo'li yetib ol. Yaramas o'g'ri. Tush mashinadan. Eshikni och. Voy, to'xta. To'xta dedim. Jin ursin. Oy, kim bor? Oy, nima qilyapsan, ey? Nima qilyapsan? Chiqar qo'limni. Kimsan sen? Kimsan sen?
Jin ursin. Kimsan? Nima istaysan? Og'a. Og'a. Bu sizni qizingizmidi? Biz bilmay qoldik, og'a. Biz haligi ay jin ursin. Og'a, biz hech kimga yomonlik qilganimiz yo'q. Biz og'a hech kimni cho'ntagidan pul o'g'irlaganimiz yo'q. O'zlari olib kelib berishdi. Biz yordam so'radik, og'a. Kreditdan qutulmoqchi edik, xolos, og'a. O'sha pul 250 million pul mashinada turibdi. O'shani borib olib meni qo'yib yuboring, og'a. Qo'lim og'rib ketdi. Iltimos qilaman, o'tiraman sizdan, og'a. Tahlillarni hammasini Damir tayyorlab berdi. Diana degan qizdan ol. Shunaqa qiz bor dedi. Ol dedi, og'a. Og'a, qo'yib yuboring, og'a. Qo'lim og'rib ketdi. Yaramas qo'yvor. Qani bo'l. O'ldir meni. Menga baribir. Qizingni ham, seni ham qizig'ing yo'q. Yaramas. Qo'yvor qo'limni. Aka, kechir.